Yoz faslida ko'p ko'rilayotgan bir nechta turli kasalliklar bor. Mushunday kasalliklarning oldini ola olsanglar, balkim u kasalliklar balkim sizlarning beshinglarga kelmasligi mumkin. Birinchidan, yoz faslida uf o'tab ketish, yana issiq o'tab ketish ahvoli nihoyatda ko'p ko'riladi. Shunga mushu yoz faslida mushunday qumliqlarda, cho'ng mushu jangallarda har xil qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan mushu emgakchilarimiz o'ziga nihoyatda issiq o'tab ketishni oldini olish. Yana birga shahar ichida yashagandima doim o'sha kun nuri ostida turgan chaqadima asallar uf o'tab ketib, mushu odamlarimizning o'zida suvsizlanib ketayotgan, hushidan ketayotgan, hattoki ming qilgan tumlarda tarix yuz berib, mingisga qancha ahvollarga kelib chiqishi mumkin. Shunga yoz faslida tik nuri tushgan vaqtida kun nuri ostida bak ko'p xizmat qilmaslik ham ko'p turib olmaslik kerak. Bizning taxma Xotanda yoz fasllarida ataya qumliq qilib sayohat qilgan acı-mucı bir yaqin no'chilarimiz bor. Aydan no'chilar diqqat qilinglar. Bu uf o'tab ketib, hushidan ketishga ish chiqadi. Uzangni yolg'izlab qolsang kim qutqizadi sizlarni? O'tgan yil Lopno ko'lida jasadga aylanib ketgan ko'yganda ko'p ketmanglar hamda. Endi eng muhim diqqat qilishdan birisi. Noyda bak isib, talab, qizib ketgan, noyda sovuq muhitni xalab ketgan chig'onlarda tuyuqsiz sovuq muhitga yoki tuyuqsiz kontyoni oldiga darhol beramiz. Temperaturasi bak yuqori joydan tuyuqsiz temperaturasi tuvan joyga jiddiy kelgan chog'ida birinchidan qilqon tomirlar shiddat bilan taraydi. Ikkinchidan zokam noyda oson tegadi. Balkim yurak men qilqon tomir kasalligiga giribdor bo'lgan odamlar tuyuqsiz issiq muhitdan tuyuqsiz sovuq muhitga darhol o'tgandan keyin qilqon tomirlar tarayib, mingaliga qancha balki 1800 ni keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Hatto ba'zan chog'da necha 10 yilning yoqib qo'zg'almagan revmatizm kasalligi, bo'g'im yallik ishig'i kasalligi va mushu zukam qatorliq kichik ushoq kasalligining cho'ng kasalligicha hammasiga mushu bir sabab bilan mushu kasallikka giribdorlik qilishlari mumkin. Uningdan bilak mushu kun nuri, ya'ni kun nuridan taqalgan o'ltirib bir nafsi nurniki zarga ko'p chiqib ketishlari mumkin. Ba'zan odamlar var masalan, men tuyuqsiz ko'payib ketadi. Nimishqa ko'payib ketadi bu? Bu dal o'ltirib bir nafsi nurniki ta'siridan bo'ladi. Shunga mushu badanda men nisbatan ko'p ham men ko'pish xarakteriga giribdor bo'lib qolish ehtimolligi bor odamlar amal bor. Uzun yang kiyim kiyish, qalpoq shlap kiyib, amal bor mushu bo'yon chiroydagi manglarninki ultra binafshi nurdan zaxmlanib, raqqa o'zgarib ketishining oldini olishinglar kerak. Uningdan boshqa ichki suvish ko'p ko'riladi. Mushu yoz faslida odatda tamoqlar, yemak-ichmaklar nihoyatda tez suratda buzib qoladi tuqqanlar. Shuni amal bor sirtdan tamoq yeyman. Amal bor oila tamoq yeyman. Sirtdan tamoq yesangiz mumkin meva-cheva deytmiz. Atdiganki o'tgan go'sht, qo'yning go'shti kashkicha agar talaturi versa sezidu, proyto bunda issiqda. Bunda vaqtlarda qanday desak, tamoqlarning sutiga diqqat qilmasanlar, nihoyat asalab ich surib, tamoqdan zararlanib qolishinglar mumkin.